I love the way you kiss me, the way you Avvalambor assalomu alaykum aziz kursdoshlarimiz. Sizlar bilan 4 yil davomida o'qiganimizdan juda ham xursandmiz. 4 yil qanaqa tez o'tib ketganini o'zimiz ham bilmay qoldik. Kecha 1-kurs bo'lib yurardik. Bu yil уже mana 4-kurs bitirib olamiz. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Shu o'rinda bir narsani aytmoqchiman. Qachondir bu videoni kursdoshlarimiz ko'radigan bo'lsa, bir narsani hech qachon yo'qotmaydi. Yaxshi yomon kunimiz o'tgan bo'lsa ham, biz sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. 4 yil bir oiladek yashadik. Bundan keyin ham sizlar bizani qalbimizdasizlar va biz ham sizlarni qalbingizda bo'lamiz. Juda unutamiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Bundan buyog'iga kelajakda undan ko'p narsaga yetsan, 20 yoshingda shu darajaga yetishingni o'zi katta yutuq. Sen zo'rsan, sen institutni bitirding, sen shuncha ishing bor. Kelajagingda вообще-то zo'r qolman. Omading bersin, men seni yaxshi ko'raman. Qolgan kursdoshlarimga ham omad. Bugun hayotimizdagi eng shirin lahzalar. Birinchi o'rinda men ustozlarimga rahmat aytmoqchiman, chunki bizlarni shu darajaga yetishtirib olib keldilar, katta sahnadagi qo'ydilar. Ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hammaga salom. Bugun biza 4 yil institutda o'qib, mana bugun bitiruv onidamiz. Nimasi bo'ladi? Tarixda qoladigan kunlarni o'tkazdik. Mana yaqinginada o'sha 20-yilda eng haligi haqiqatdan paytlarni qabul qilib oldik. 4 yil bedorga ketmasliklar bilan qilgan mehnatlarimiz hech qachon oyoqlaring yerdan uzilmadi. Mashhurlik degan kasallik bu juda ham yomon kasallik. Lekin baribir mashhur bo'lasizlar, majburda qo'llaring bilan bo'lasizlar. Lekin hech qachon mana shunaqa oyoq yerdan uzilmasligi kerak. Bu san'atkor uchun o'lim bilan teng. Avvalambor assalomu alaykum. Barchani tabriklayman. Ko'p domlalar aytishardi, o'zi yo'li tushganda kirgan domlalar aytishardi, "Ey sizlar bilmaysizlar. Sizlar Parvardigorning nazarida tushgan kurslar. Bir oila bo'lib shuncha ishlarni qildik. İşte juda go'zal spektakl qo'ydik. Ustozimiz boshchiligida bizaga siz o'yingiz aytganingizdek hamma rollarni taqsimlab, bizada yo'q narsani chiqarib bera oldik. Bizadagi bor potensialimizni maksimal darajada chiqarib bera oldik. Ani ilohoning o'g'illarim, qizlarim sizlarga oq yo'l tilayman. San'at yo'lida katta dargohlarda ishlab, har bittalaring o'ylariga aytsalaring, albatta imkoniyat topib, vaqt topib borishga harakat qilaman. Oq yo'l buyuk san'atkorlar yetishinglar. Amin. Allohu akbar. Assalomu alaykum qadrli hamkasblar. Biz o'qituvchilar bitta narsani tilaymiz, Xudo xohlasa juda yuqori martabalarga erishishlaringiz.